Vizantiya imperatori Diojen to'plagan 200 ming qo'shin ichida nemislar, gurjilar, bulg'orlar va yana necha minglagan xristian askarlari bor edi. Diojen avvaliga Arzinjonga armanilar bilan ko'rishishga keldi. Salom Rimning asl avlodlari. Xush kelding buyuk imperatorimiz. Buni eshiting. Tog'lariga qadar chekinishingizni talab qiladi. Rostdanmi? Juda qo'rqib ketdim. Tezroq qoching go'ylarim. Turklar qo'rquvdan qochishga joy qidirishmoqda. Tianshan tog'lariga qadar quvalaymiz shekilli. Afandim, bular kim? Baribir turklarga o'xshashyapti. Og'zingni yum, eshitib qolishadi. Ular ham turk, ammo musulmon emas. Eng kam ish haqqi evaziga bizga qo'shilishdi ahmoqlar. Xavotirlanma. Tez orada turklar ko'rishga intilayotgan qora dengiz men bo'laman. Bu paytga kelib sulton Alp Arslan butun Saljuqiy qo'shini bilan buyuk jangga tayyorlanmoqda edi. Xush kelding Afshinbey. Hech ham xush kelmadim sultonim. Anatoliyada ko'rganim Vizantiya qo'shini nari berisi 200 ming kishi. Nimalar deyapsan Afshinbey? Qayerdan buncha askar oldi? Pullari ko'pligidan askar sotib olishganmi deyman? Sening askarlaringni ham qo'shib hisoblasak nari berisi 50 ming kishimiz axir. Endi nima qilamiz sultonim? Yo g'oziy bo'lib Anatoliya jannatiga kiramiz yoki shahid bo'lib oxirat jannatiga. Sizlarga yana nima kerak? Vatanimiz uchun har yerga borishga hozirmiz sultonim. Harbiy mashvarat tugagandan so'ng sulton Alp Arslan boshchiligidagi 50 ming kishi Malazgirt shahri tomon yo'l olishdi. Ular o'z o'limlarini bo'ynilariga olib ketayotgan haqiqiy yigitlar edi va nihoyat Malazgirt shahrida ikki imperator uchrashdi. Voy, kelasan deb o'ylamagandim. Keldim. Ol, senga paxlava keltirdim. Baklavaki, Paxlava. ertaga sizlarni yo'q qilamiz. Oho, ishtahalaring karnayku kuyov bola. Unaqa bo'lsa biz sizlarni Venagacha quvlashga keldik. Alp Arslan, bitta turk askariga qarshi eng kami 4 ta vizantiyalik askarim bor. Mayli, senga shirin tushlar tilayman Ramo. Faqat unutma, bitta turk butun dunyoni egallashi mumkin. Keta qol, qo'rqoq. O'zim ham biroz dam ola qolay. To'xta, kim bor u yerda? O'sha kuni kechasi Saljuqiy qo'shinlari kuchlarini biroz tenglashtirish uchun Vizantiyaliklarning qarorgohiga tunda hujumga o'tishdi. Shundan so'ng sulton Alp Arslan ertangi bo'ladigan buyuk jang uchun tayyorgarligini boshladi. Va nihoyat ikki buyuk qo'shin, Saljuqiylar va Vizantiya bir maydon Malazgirt tekisligiga kelishdi. Alplarim, bugun Malazgirt tekisligiga qalam o'rniga qilich bilan, siyoh o'rniga esa qon bilan bir ulus uchun tarix yozishga keldik. Har biringiz amin bo'lingki, ustimdagi bu oq kafanim maydonda qizil tusga kirmaguncha avlodim uchun jang qilaman. Alloh biz bilan, vatan uchun. Alp Arslonning buyrug'i bilan buyuk bir jang boshlandi. Vizantiya imperatori Diojen Saljuqiylardan bir necha barobar ko'p qo'shinga ega bo'lganligi sababli askarlardan iborat kuchli va yorib bo'lmas chiziq hosil qilishni buyurdi. Shu sabab Saljuqiylar qochishga tushishdi. Himoyamiz qayerda qoldi? Qochib qol! Ming la'nat senga Vizantiya. Qo'rqoqlar qochyapti. Hujumga! Hujum. Bu azamat turklarning chekinishi soniyalar ichida boshlanib, soatlarcha davom etdi. Vizantiyaliklarning taqibiga uchragan Saljuqiylar nari bersa 5 kilometr chekinishgandan so'ng hujum. Nega to'xtab qolishdi? Hozir kim surnay chaldi? Isrofil! Alp Arslanning orqada kutib turgan pistirmadagi otliq qo'shinlari Vizantiyaliklarni qanotdan o'ray boshlashdi. Ularning qanotlarida esa asosan musulmon bo'lmagan, yollanma turk jangchilari bor edi. Qani asolarim bo'shashmang, yo'q qiling. Ko'k kursi, qizil chiqsin. Qanday baxtiyor turkman degan.
O'skuru? O'spilov. Sizlar ham turkmisiz? O'zim ham aytdim bular qanday urushni o'rganib olishdi ekan deb. Tirikchilik uchun ularga qo'shilgandik. Tirikchiliging qursin. Boshing gurisami Vizantiyani? Biz tarafga o'ta qol. Men qardoshlarim tarafga o'taman. Men ham. Vizantiyaliklarning qanotdagi yollanma turk jangchilarining deyarli barchasi Saljuqiy qo'shinlar tomoniga o'tgandan so'ng jang natijasiga nuqta qo'yilgandi. Biroz o'tib, Rim askari og'zidan tushmayotgan hujum so'zi chekinamiz so'ziga almashtirilgandi. Qurshovga tushgan vizantiyalik jangchilar taslim bo'lish o'rniga mardonavor o'limni tanlashayotgan bir paytda Vizantiya imperatori Roman Diogen o'z jangchilarining oldida sharafsiz qochib qolishni afzal ko'rdi. Qani gapir, Ramo. Mening o'rnimda bo'lganingda menga nima qilgan bo'larding? Avvaliga Anatoliyaning har bir qarichida seni aylantirib, xor-u zor qilgan bo'lardim. Keyin Konstantinopol devorlarida tanangni ostirib, qarshingda popkora yegan bo'lardim. Sultonim kallasini men olsam maylimi? Shoshma Afshinbey. Senga kelsak, sen hech qachon mening o'rnimda bo'la olmaysan. Seni ozod qilaman. Ammo bugundan imperiyangiz menga tobe bo'ladi. Voy, Xudo rozi bo'lsin sendan arslonim. Hali ko'rishamiz. Sultonim, nega? O'sha taxtga yangi imperator o'rniga bizga mag'lub bo'lgani chiqsin dedim. Ey qahramon turk ulusi, kecha otalarimiz temir tog'larni eritganidek, bugun biz po'lat darvozalarni buzib tashladik. Endi shu ostonadan turib men yangi vatanimizga murojaat qilaman. Ey Anatoliya, senga erishish uchun qayerlardan ot choptirib kelmadik deysan. Balki jonimizni olib, qonimizni to'karsan, ammo bir qarich yeringni boshqa birovga berib qo'ymaymiz. Chunki endi sen necha minglagan turklarning vatani Anadolu bo'lasan. Malazgirt zafaridan so'ng 10 minglagan turklar Anatoliya bag'riga chodirlarini, bayroqlarni qurish uchun kirishni boshlashdi va u yerning nomini Anatoliyadan Anadoluga o'zgartirishdi. Diogen kelyapti. Diogen kelyapti. Diogen kelyapti. Nimaga bitta o'zi? Salom beylar. Qo'shin qani? Ularmi Qora dengiz yaqinida turishibdi. Ularni boy bermadik, ya'ni hozircha. Ming la'nat, ular qayerda? Ya bir qismi o'ldi, bir qismi qochib ketdi. Kelishmadimi nima bolam? Menga unaqa qaramang, o'zi zo'rg'a qochib qutuldim. Sen qanday qochding? Shafaq operatsiyasi orqali maxsus qo'riqchilar qutqarishdi meni. Tunneldan qochdik. Ahmoq Alparslan baribir ushlab oldi. U bilan kelishdim. Shartlari nima ekan? 500-600 ming oltin, hurmat va yana boshqa hech qachon urush ochmasligimizni so'radi. Umrim nihoyasiga yetganga o'xshaydi Afshinbey. Bilaman sultonim, buyuk xoqonlar erta vafot etishadi. Afshinbey, ulusimiz bu yerlarni qon to'kib olganimizni unutishmasin. Agar unutsa, Anadolu yana qonga bo'yaladi. Tashvishlanmang sultonim, Anadoluga qilich ko'tarib kirganni o'z qoniga cho'ktiramiz. Qilich bugunning quroli Afshin, kelajakning quroli balki oltin bo'lar. Misrdagi nevaralarimga salom so'yla. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna